Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Craftsman News. Bugungi videoda Craftsmanni nima qilishni o'rgataman, nima bir nastroyka qilishni. Endi nima deyapman? Mana videoni qaytdik. Endi ekran buzilib yotibdi, shuning uchun mana ekran to'g'rilash uchun, cho'tka qilish uchun nastroykaga kiramiz. Mana Optimus degan, menda inglizcha Optimusga kiramiz va qilich bir narsa balobatlar turganda birinchi sound balobatlar nima ana shuda ishqilib bu yoqqa anaqa qilsangiz bu ovoz chiqmaydi xullas. Mana hozir mana bu to'qayotgan ursam ovoz chiqmaydi. Qoq deyish kerak edi. Bir narsa ish qilib. Ovoz chiqmadi. Endi o'tamizda ovozini tiklab qo'yamiz. Endi yursangchi. Endi shuni otib ko'ramiz. Mana sindirganda ham ovoz chiqadi. Endi keyingi o'tamiz. Mana bu keyingi sizlarga maslahatim mana shu o'rtada qo'yish kerak. Bo'lmasa o'zingizlar bilasizlar. Mana bu nima deysizlar? Men hozir qo'yganim bu inglizchada peaceful, o'zbekchada oson deyiladi. Oson emas-da endi. Anaqa deyiladi-yu bir narsa ishqilib. Mana bu ikkinchisi esa bu mana bunda zombi moblar paydo bo'lmaydi, lekin tovuq barobatlar paydo bo'ladi. Mana bunda esa zombi moblar, skeletonlar paydo bo'ladi. Mana bunda paydo bo'ladi, lekin bu oson da endi anaqa. Mana bunda esa sal qiyinroq va moblar paydo bo'ladi. Mana bu esa juda qiyin degani. Inglizchada hard deyiladi. Endi men peacefulda qo'yaman, hozir qorong'i tushib qolgan. Mana bu bilsanglar kerak, mana bu orqani ko'rsatadi, mana bu oldini. Mana bu yuzni ko'rsatadi, bu esa oldini. Ishqilibda. Keyingisiga o'tamiz. O'yin pultga bir narsaga. Mana bu sen balobatlarni nima bir. Mana shuni sizlarga tushuntiraman oldin nimaligini. Bu hozir men bu yoqqa qo'ydimmi? Mana qaranglar. Sonicdek boshimni sindiraman. Birda endi orqaga o'tmaydi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ishqilib mana uni bu yoqqa qo'ysa tez anaqa tez anaqa qiladi-da. Endi sizlarga maslahatim mana shu yerda qo'yish kerak. Keyingisiga o'tsak, mana inventoriga hech narsa qilmaydi. Mana bu lift esa hozir qilib ko'rsataman. Mana bu
o'yin pultmi nima deydi, boshqaradigan yeringizni anaqa qiyshaytirib qo'yadi, chapaqay bo'lgandi. Buni chapaqaylarga anaqa qilamanda, ish qilib chapaqaylar uchun. Endi bu yoqqa o'tamiz. Liftni agarda o'ng tarafda o'yinchaymi nima deydilar, ana shunaqa odamlar bo'lsa, mana buni o'chirib qo'yinglar, bo'lmasa anaqa bo'lib ketadi. Bu split controlsni bilasizlar shekilli, bilmayman, ish qilib. Mana yoqib ko'rsataman. Mana bu o'rtada bir nuqtam, bir balobatlar chiqdi-yu. O'sha ana shuni ana shunaqa chiqarib beradi-da bu. Tushungan bo'lsanglar. Endi keyingisi emas, men sizlarga mana shu plyusni tavsiya qilaman. Shu sizlarga eng yaxshi. Mana button size degani sizlarni mana bu ko'rsatganimdek mana bilan anaqa qilib yaxshi qilib beradi. Mana keyingisiga o'tib olamiz. Split controlsni sizlarga yoqishni tavsiya qilaman. Button size aytgandim, to'g'rimi? Mana shuni sizlarga mana shunaqa qilishni tavsiya qilaman, bo'lmasa balobatlar bo'ladi. Auto jumpni yoqishni maslahat qilaman. Yoqmay qo'ysanglar mana bunaqa bo'ladi-da. O'zi sakramaydi, sakramasanglar umuman sakramaydi. Mana javaga o'xshaydi. O'zi sakrab ketmaydimi? Turaveradi. Agarda auto jumpni yoqib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mana bu balobatlarga tegmanglar, bo'lmasa sizlarni Google olib ketadi. Keyingisiga o'tamiz. Mana birinchi balobatlarni mana shunaqa qilib qo'ysanglar, ko'ryapsizlarmi? Yorug'lik ko'payadi. Bu yerda mana shunaqa qilib qo'ysanglar, yorug' bo'ladi-da atrofimiz. Keyin mana bunaqa qilib qo'ysa, ish qilib sizlarga mana shunaqa turishini tavsiya qilaman. Endi mana bunga o'tsanglar, bilib olsanglar kerak. Mana bunaqa bo'lsa, mana buni qo'yib ko'rsataman. Bunda mana bular bu varaqlar ko'rinmayapti. Endi men bunga qo'ysa, hozir ko'rsataman. Mana o'tsangchi, sababni buzma. Kechirasizlar. Men chiqsangchi. Mana ko'p joy ko'ryapti-da menda. Endi Optimusga kiramiz. Sizlarga mana shu qo'yishni tavsiya qilaman, lekin ko'proq mana o'rtasida ko'p qo'yinglar, bo'lmasa o'yin qochishi mumkin. Mana bu o'ynayotgan bir narsalikni kichaytirib beradi. Mana bu o'rtachasida qo'yib qo'yinglar, bo'lmasa anaqa bo'lib ketadi. Eng kichikida qo'ysanglar yomon anaqa bo'ladi. Shuning uchun o'rtasida qo'yib qo'yish kerak mana. Mana bu esa nima bir yaqinlashtiradinganda,
Endi men mana bu yoqqa cho'zib qo'yaman-da ekranni. Bunda tez yuradi. Endi nima qilyapti? Mana bilmayman. Bilmasdim. Buni nima qilishni bilmayman. Keyingisini o'tsak, haydiyo'y men buni mana bilan yo'qotib qo'yadi-da. Ana shunaqa qilib anaqa bo'ladilar-yu. Nima bo'lsa ham ish qilib. Bilasizlar, tushuntirib bo'lmaydi. Mana bu parkurkalarni lekin topolmay qolishingiz mumkin-da. Yuradiganlar. Men lekin o'rganib qo'ydim. Shuning uchun men anaqani tavsiya qilaman. Nima yo'qdi? Bilmadim. Ishqilib shularni tavsiya qilaman sizlarga. Meni o'zgartirib olay. Mana shularni tavsiya qilaman-da. Agarda sizning telefoningiz ekrani kichkinaroq bo'lsa, o'yindan chiqib ketdim. Mana kirdim. Mana agarda sizning telefoningizni ekrani juda anaqa bo'lsa, katta bo'lsa, sizlarga men buni tavsiya qilaman. Mana bu yotibdi. Kichkina bo'lib. Endi ekrani kichkinalarga mana nima bo'lyapti? Mana buni tavsiya qilaman. Bundan yaxshiroq bo'ladi-da. Mana ekranim sal kichkinaroq-da, shuning uchun mana bunda qo'yib qo'yibman-da. Ishqilib hammasi tugadimi? Tugabdi unda. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Craftsmans bo'ldi. Aytgancha obuna va laykni so'ramadim-ku. Albatta kanalga obuna bo'lib, videolarimga layk bosinglar. Albatta hammaga rahmat. Sizlarni anaqalaringiz bilan men 30 ta bo'ldim. Men hali 100 ta bo'lishim kerak. YouTuber bor-ku, kim edi u? Kim edi? Shekerdim bittasi. Ana shu 100 ta bo'libdi. 100 taga yaqin. Meni ham shundan 200 ta qilinglar. Mana maqtanib yuray. Xo'pmi? Kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosing. Hammaga xayr. Craftsmans sizlar bilan deb qotib qoldi. Nima bo'lyapti? Qotib qoldi. Sizlar bilan Craftsmans bo'ldi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.